Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Mana shu yerda bir katta yillik sodiqdan, bunday yillik sodiq deydi. Mana shu uchastka sotiladi ekan. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Hovli juda katta, uylar ham bir emas, bir ikkita uylar bor. Bo'lib sotish imkoniyati ham bor-da. 50 sodiq bo'lgandan keyin shuning uchun uy olaman degan insonlarga variantimiz ko'p. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, biz sizlarga qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilamiz. Manzilimiz Uyalni Navzamin degan joyda ekan. Mana shu uchastka. Mana shu yerga kelguncha Shevin tashqaridan ko'rsatadigan bo'lsak, endi layli ko'chalarga aloqasi yo'q. 500 metr nariqda maktabim bor ekan-da. Ana endi kelamiz, mana shu varatadan kiramiz. Asosiy joy mana shu yer. Ana endi buna uyga keldik. Bir chekkasidan ko'rsatadigan bo'lsak, buna ikki etash og'il bor ekan. Ikki etash og'il. Demak, qarangizlar, buni nerda ham maydaroq og'il bor ekan. Buni nerda hovuz. Balki tushib ketdi, ichida suv ham bor ekan-da. Qayerga javob qo'yar? Bu hovuzda 24 kub dedi, xullas. Hovuzda kattaligini aytdi. Demak, astiga kelamiz. Buna adnas karta uy. Bularning hammasida yashab kelyapmiz dedi. Kimki olsa kelib pirimmi yashab qoladi. Ichida dush banyalari ham bor deb, buni kelib ko'ramiz qana. Syomka qilishliqqa mana polniy sharoit bor. Buni qarangizlar. Hoylab neri pastlari kafillangan, buni yarim belgacha kafillangan. Ichida buni issiq suv, sovuq suv hammasi bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Ana endi ketdik. Biz iloji boricha videoni cho'zmaslikqa, iloji boricha tushuntirishga harakat qilamiz. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, narx masalasi bo'yicha, boshqa narsasi bo'yicha ekranda raqamga murojaat qilasizlar, egasi sizlarga faryod qilib tushuntirib beradi. Muhimi sotiladigan uy nashlar. Bu yerdan kelamiz. Ho'la, bu yerda ham dushlar bor ekan, rakvinaning quloqlari ham ko'rinib turibdi. Pechkasi ham bor ekan, mana. Bu yoq maydaroq uy ekan. Ana endi astiga bu yoqqa qarab o'tamiz. Mana bu yerda bog' desak ham bo'ladi ekan. Jang'og'i ham bor ekan, shaptalisi ham, jang'oq, zardal hamma daraxtlardan bor ekan. Ana endi kelamiz. Bu yoqda liniyasi haligacha. Mana ko'rib turibsizlar, zabor, dualdan urilgan shu yoqqacha. Mana bu yog'i yana dalishib ketamiz. O yekatash uy ham ondan o yoqda yana dalishib ketgan. Ana endi qarangizlar, mana ekatash uyga o'tish uchun mana shu yerda mashin promoy o'tib ketadi. Endi qarangizlar, narx masalasini shu yerda qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz. Egasi aytdi. Mana shu jo'ng'ishqa bor-ku. Daraxtlarchi. Xullas ana etajgacha bu yog'ini bo'lib ham sotaman dedi. Bu yog'ining narxi 570 ming so'm ekan. Ta ana zaborlari bilan yo'lgacha-da. Endi bunaqa o'tib ketadi bitta mashin. Endi kimdir olaman desa, xalasa buni yerda bo'lib olsin dedi. Buni yerni bir olsin, narani bir olsin dedi. Bo'lib ham sotamiz dedi. Go'daqlar kelaversa shu YouTube'ga ketish sal qiyinroq bo'ladi-da. Detskiy kadr deb qoladi. Ana endi buni uyda ko'rsatamiz, ekatash uyda. 570 ming so'm deganimi yana konkret savdosi bor dedi. Ito xalasa bu yerni kimdir bo'lib olsin dedi. Ana kaltamini yoki bunaqini yanada narxlari arzonroq bo'ladi dedi. Bo'lib ham sotib beraman, muhimi men sotishim kerak dedi. Yana konkret savdosi bor ekan. Ana endi bu yoqqa o'tamiz. Ekatash uy, mana archalarmi, mana ko'rib turibsiz, mana katta daraxtlarmi. Obod hovlida. Endi sizlarga narxi qimmat tuyulishi mumkin. Narx masalasi bo'yicha shaxsan har yerda har xil. Baribir sotaman degan odam shu mintaqa qancha bo'lsa narxlar shu yergacha tushib boradi. Klientlar bilan yaqinda kommentariyaga har xil narsa deb yozib taylash kerak yo'q. Mana ekatash uy podvali ham bor ekan. Mana. Hozir sal qarang-qaraq-ku. Mana jerga mana. Nerga pastga ham tushib ketdimi deyman. Nima bo'lsa bu? Boshqa tarafdan kirib kelaman ekan yoki shu yermi ekan? Ko'rinmaydi baribir. Xullas podval bor ekan. Mana patologlari bilan urilgan, mebellari bilan turibdi. Mana qaranglar, bunday importni qilib urilgan ekanda buni. Nerlari? Mana shu uy shunday remontdan chiqqan. Ukajonim, sen bizga ergashma, nalayin senda, maylimi? Ekatash uyning bittasini ko'rsatdik. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, kattarik hovuz. Bular ham 24 kub ketadi ekan. Ana endi kelingizlar. Bu etajda xullas bir chekkadagi liniya, ana to'letdan ana ko'rib turibsizlar, shundayga
Mana bunaqasi katta bir eketash uy. Hozircha sizlarga adashmasak ikki xonani ko'rsatdik. Endi bu yoqni ko'rsatishga harakat qilamiz. Uydagi egalarini birinchi o'tib turinglar dedik. Bu lyuksni chekkadan boshlaymiz. Xo'p, bu eketash tomon qancha desangizlar, bu yog'ini 750 ming somoni deyapti. Yana ishyo muomalasi bor. Shuning uchun nima deydi, tog' bo'ladi, jo'l bo'ladi degan gapni ko'p aytamiz-ku. Savdo обязательно bo'ladi. Mumkin katta pul tushadi. Muhimi bozor deydi. Ko'tarsangiz ham qil, ko'tarmasa kam qil deganday bu klientlarga bog'liq. Yana qaytarib aytaman, narxlar har yerda har xil. Mana bu yerda mana tandir o'chog'i mana turibdi. Tandir buni bu yerda ham bor ekan, buni bunga osib qo'yadigan bor ekan, o'choqlari mana polnisti bor. Ana endi bunaqa kelamiz. Nima yerda ham bor ekan, ana nima bo'lmasa. Endi odam sal noqlaydi, endi ichkariga kirib vaqtlar ochib tashlagani. Menimcha o'yag'im balkim dushdir. Kelamiz, bunaqa. Yerga kirib qo'y. Xo'sh. Bu yerim dush ekan. Bu dushlarda ajratish shart emas. Dush xullas. Dushi ko'p ekan. Katta bir oila kelsa, nechta oilani bu yer o'ziga siydira oladi ekan. Buni ko'rtirsak, yana shu yerda yana qaytarib aytamiz. Mana shu yer liniya aytaylik. Bunga kelganda yana bir liniyani aytib o'tkasak, farqi yo'q, bir normal klientchi qolsa hammasini olib qo'ysin dedi. Bu endi buncha katta milliondan o'tib ketyapti-da. Shuning uchun bo'lib sotamiz dedi, odamlarga udobni bo'lish uchun. Mana shu liniya bo'ladi. Shundan narag'i 570 ming somoni, xalisi bo'lib olsin kimdir dedi. Yanada narxda ekonom bo'ladi dedi. Bu yoqqa esa 750 ming somoni ekatash o narxi chekkigacha. Ana endi kengzar. Buna qarab kiramiz. Ana endi bu yerga yana bir chekkadagi uyga kelamiz. Bular remontdan polni chiqqan ekan. Xuddi nari chekkadagidek uy. Buning ham podvali bor bunday qilganda. Mana buni deyin remont qilinganda mana ko'rtirsa chotki mana olib ko'rsatgan bo'lsak, plastik terazalari bilan patologlarni ham ko'rib qo'yinglar. Qo'ldan kelguncha ko'rsatyapmiz. Suv yo'q. Ekitajning mana pastdagi 4-xonasi mana ko'rtirsa. Ana endi buni ham javob qo'yamiz. Qisqa ko'rsatamiz, chunki uylarda yaxshi yechtirib olishga bular isbet qilgani yo'q. Ketdik. Ana endi navbat 2-etajga. Ana bismillah deb chiqamiz. Ya bismillah deymiz. Bu yer o'zi bitta zal ekan. Bu yerimda remontdan pul chiqqan mebellarim turibdi. Ana endi menimcha ko'rsatmagan xonamiz qamadi. Qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Endi nima deydi? Olaman degan insonlar baribir kelib ko'radi. Bunaqdan yaxshilab olinglar. Buni havli qanday ko'radi ekan? 750 ming somon dedi. Yana konkretni savdosi bor. Mana shu eketash uy. Orqasidagi daraxtlar ham shu yoqqa qarab ketadi. Endi videomiz oxirida nima demoqchiman? Hozirda uy olaman degan insonlar, ayniqsa mana shu uyali territoriyasi juda xadovoyda, narx ketishga hamma tarafga yaqin. Shuning uchun olaman degan insonlar kelasizlar, qarasangizlar bo'lib sotaman deyapti. Buni ko'rsatdik videoda qo'lda kelgancha tushuntirishga. Egasiga murojaat qilasiz. Aynan biz videoni ko'rdik, endi yana batafsil bizga tushuncha berib beringizlar desangizlar, sizga narx bo'yicha ham, havli bo'yicha ham hamma tomonlama qarasangizlar, sizga video qilib tayyorlaydi, sizga tushuntiradi. Muhimi, uy olaman degan insonlar, pajалста, murojaat qilasizlar, videoni tarqatib qo'ysangizlar. Kimdir uy olaman desa, shu insonlarga yetib borsin-da. Endi bizning videomiz e'tiborlanish uchun katta rahmat. Shu guruhlarga ham tarqatib qo'ysangizlar, xursand bo'laylik, chunki VPN Rossiyada ishlamaydi, Tojikistonga kelgan odamlar sezon uy olish kerak-da. Endi bo'linadi kimlardir. Shunga bizning yordamimiz, biz qissamiz qo'shilib qolsa xursand bo'lardik. E'tiborlanish uchun katta rahmat.